Buxoro viloyati G'ijduvon tumanida aholi o'rtasida amalga oshirilayotgan islohotlarning mazmun mohiyatini keng targ'ib etish maqsadida qator targ'ibot tadbirlari o'tkazilmoqda. Unda hududda olib borilayotgan bunyodkorlik ishlari, mahallalarda aholi bandligini ta'minlash borasidagi amalga oshirilayotgan ishlar xususida batafsil ma'lumot berildi. Joriy yilning 1-aprel sanasida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligini keng nishonlashga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish to'g'risidagi prezident qarori milliy istiqlolimizning, davlatchiligimiz tarixi, hozirgi va kelajak hayotimiz uchun beqiyos ahamiyatini xalqimizga chuqurroq singdirish yo'lidagi yana bir muhim qadam bo'ldi. E'tiborli tomoni, yagona vatan, yagona xalq bo'lib, yangi hayot va kelajak yaratamiz degan bosh g'oyani o'zida mujassam etgan ma'naviy ma'rifiy muloqotlar ushbu maqsadlarni kengroq targ'ib qilishga qaratilgan. G'ijduvon tumani hokimligi binosi o'tgan tadbirda ham avvalo davlatimiz rahbari tomonidan Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga yo'llagan murojaatnoma, O'zbekiston 2030 strategiyasi hamda 2026-yil mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili davlat dasturida belgilangan ustuvor vazifalarning mazmun mohiyatini yurtdoshlarimizga oddiy va tushunarli uslubda yetkazilishi bilan ahamiyatli bo'ldi. Xalqimizga bo'layotgan islohotlarni hayotiy misollarda yetkazishni maqsad qilganmiz. Targ'ibot bo'lgandan keyin uni samaradorligi juda muhim. Mana shu jihatlarga biza bugungi tadbirda e'tibor berdik. Jonajon O'zbekistonimizda bo'layotgan islohotlar mazmun mohiyatini keng targ'ib qilinadi. Aytish lozim, so'nggi yillarda aholining turmush darajasi yuksalayotgani, hududlarda bunyodkorlik ishlari keng ko'lamda olib borilayotgani, ayniqsa mahallalar infratuzilmasini rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash, yoshlar va xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar har bir inson qalbini cheksiz g'ururga chulg'amoqda. Tadbirda ishtirok etgan nuroniylar, aholi va jamoatchilik vakillari ham bu jihatlarni e'tirof etishdi. Bildirilgan fikr-mulohazalar, taklif va tashabbuslar eshitilib, ularni bayram tadbirlari arafasida yanada kengroq targ'ib qilish bo'yicha tegishli choralar belgilab olindi.